Hammaga salom do'stlar, siz Idleness kanalidasiz. Ba'zi texnik nosozliklar sababli kinotahlilchi kanalida vaqtincha video chiqara olmayapman. Shu sababli video vaqtincha shu kanalga yuklanadi. Bugun Marvel zombilari multserialini tahlil qilamiz. Ehtiyot bo'ling, spoilerlar bo'ladi. Bu loyiha menga juda yoqdi va aslida ko'pchilik o'ylaganidan ancha muhim. Chunki Marvel zombilari multserialining prodyuseri Brian Andrews Qasoskorlar 5 filmi ustida ham ishlagan. Bu shunchaki rassom yoki dizayner emas, bu odam Marvel zombi loyihasining asosiy showrunneri va aynan uni Qasoskorlar 5 filmiga chaqirib olishgan. Katta ehtimol bilan zombilar olami Qasoskorlar 5 yoki Qasoskorlar 6 filmida qatnashadi. Bu mantiqan to'g'ri, chunki maxfiy urushlar komiksida zombilar qo'shini yaxshigina rol o'ynagan. Barcha koinotlar yo'q bo'lib ketayotganida Doktor Doom zombilar olamining bir qismini saqlab qolgan. Nima deb o'ylagandingiz? Doom aslida oliyjanob. Hattoki zombilarga ham rahmi kelgan. Ammo zombilar rahmat aytish o'rniga doim Doktor Doomga qarshilik qilishgan. Shu sababli asosiy qasoskorlar va zombilar birga ishlashgan. Katta ehtimol bilan Qasoskorlar 6 filmida ham shunday bo'ladi. Ammo komikslarda zombilar qo'shini cheksizlik qo'lqopiga ega Qora Panteraga ergashgan. Filmda esa uni Vandaga almashtirish mumkin. O'ylab ko'ring, multserialda ham zombilar Vandaga bo'ysunganda. Buning ustiga multserial yakunida Vanda cheksizlik toshlari kuchiga ega bo'ldi. Xuddi komiksdagi Qora Pantera kabi. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, Vanda aslida to'liq yovuz emas. Multserial boshidan beri Vanda bosh qahramonlarning qayerda ekanligini bilar edi. U istagan paytida hammani zombiga aylantirishi mumkin edi. To'g'ri, oxirida u shunday qildi ham, ammo ungacha bir necha bor qahramonlar bilan kelishishga harakat qildi. Miss Marvelni esa haligacha o'ldirmagan. Avvaliga men hamma gap uning bilak uzuklarida deb o'ylagandim. Albatta Miss Marvelning kvant bilak uzuklari juda katta kuchga ega, ammo o'ylab ko'ring, Vanda istagan paytida Kamolaning bilak uzuklarini qo'li bilan qo'shib uzib olgan bo'lardi. Buning o'rniga u oxirgi lahzagacha Miss Marvelni o'ldirmadi. Vanda yovuz emas. Mening taxminimcha u multiolam xavf ostidaligini sezyapti va o'z olamini va kam sonli tirik qolgan odamlarni himoyalash uchun cheksizlik toshlarining kuchini olishga majbur bo'lgan. Umuman zombi Vanda multserialning haqiqiy bezagi bo'ldi. Ochig'i men ba'zida Miss Marvel va boshqa qahramonlarga emas, aynan Vandaga muxlislik qildim. Ammo asosiy qahramonlarni ham unutmaylik. Miss Marvel ham yomon emas. U o'zining zerikarli seriali va Kapitan Marvelning bir tenga qimmat filmidan ko'ra Marvel zombilari loyihasida yaxshiroq ko'rsatilgan. Buning ustiga u nihoyat yosh qasoskorlar jamoasini tuza olibdi. Qisman bo'lsa ham. Shang-Chi esa filmda ham zo'r edi, multfilmda ham zo'r. Uning otasi esa filmda ham o'g'li uchun jonini bergandi, multfilmda ham. Aytgandek, Shang-Chining uzuklari kvant virusini to'xtata olishi ma'lum bo'ldi. E'tibor bering, Doctor Strange va Thor kabi kuchli mavjudotlarga ham kvant virusi ta'sir qildi, lekin Shang-Chining uzuklari uni virusdan himoyalay oldi. Bu esa uzuklarning juda kuchli qurol ekanligini ko'rsatadi va ularni yasagan odam kvant fizikasi haqida hammadan ko'p narsa bilishi kerak. Borgan sari uzuklarning asl egasi Kanglar jamiyatiga o'xshab ketyapti. Ko'pchilik Qasoskorlar 5 filmida Kanglar qatnashmaydi deyotgan bo'lsa ham, men haligacha ularni asosiy yovuzlar deb hisoblayman. Yovuzlar haqida gap ketayotganida Thanosni ham eslab o'taylik. To'g'risi, agarda multserialida Thanosni hadeb o'ldiraverishganidan to'yib ketgandim. Mana u yana bir marta o'ldi. Ammo bu safar hech bo'lmasa nega oson yutqazgani tushuntirildi. O'rimchak odamning aytishicha, Thanos zombiga aylangach ancha kuchsizlashgan va toshlarni ishlatishni umuman bilmagan. Ammo qizig'i bu safar u Thorni yengdi va kinodagi Thanosning ham nomini oqladi. Muxlislar bu haqida qancha bahslashgandi-ya. Zombi Thanos esa Stormbreakerni bir soniyada yo'q qildi va qaysi qurol kuchli ekanligini tushuntirib qo'ydi. Albatta cheksizlik toshlari kuchli. Thanosning o'limi ham avvalgidek sharmandali bo'lgani yo'q. Uni vibraniumni eritadigan reaktorda o'ldirishdi. Menimcha munosib o'lim. Buning ustiga biz Qora Panteraning so'nggi jangini ham ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Aktyor Chadwick Boseman olamdan ko'z yumgani sababli bu loyiha uchun ovoz yoza olmagan edi. Studiya boshqa bironta aktyorning ovozidan foydalanishi mumkin edi yoki sun'iy ong yordamida Chadwick Bosemanning ovozini o'xshatishlari mumkin edi. Ammo buning o'rniga ular Qora Panteraning so'nggi lahzalarini hech qanday so'zlarsiz ko'rsata olishdi va menimcha bu juda ajoyib chiqdi. Haqiqiy Qora Panteraning so'nggi g'alabasi yoki durang kimga qanaqa? Baron Zemoni zombilar olamida ko'rib juda xursand bo'ldim, ammo menimcha u kinodagidan salgina aqlsizroq bo'lib qolgan. Noto'g'ri tushunmang, shunchaki kino olamida u haqiqiy dohi edi. Bu yerda esa u shunchaki juda aqlli. Yelena Belova va Aleksey Shestakov ham menimcha juda yaxshi ko'rsatildi. Aleksey nihoyat o'z maqsadiga yetdi, ya'ni Kapitan Amerika bilan jang
bilan qildi. To'g'risini aytsam, uning yarmi bilan. Shang-Chining ustozi va FQB agenti Jimmy Woo ham juda yaxshi. Faqat afsuski ular juda kam ko'rsatildi. Mana endi menga yoqmagan personajni aytaman. Menga juda yoqmagan personaj bu Oyretser Blade. Menimcha hamma bu personajni aksincha yoqtirib qolishdi, lekin menga Blade umuman yoqmadi. Xo'sh, birinchidan u askarliklarni zaharlangan ovqatdan ogohlantirmadi. Aynan shu sababli Shang-Chining ustozi Alexey Shestakov va Jimmy Woo halok bo'lishdi. Bundan sal oldin esa u qora bevalarning bazasida zombilar qo'shini kelayotganida o'zini ahmoqdek tutdi. Bilaman, o'shanda u hammani ogohlantirdi, ammo kim shunaqa ogohlantiradi? Jim bo'ling. Ular bizni topishdi. Nima? Yana ham pastroq aytmadi-da. Tasavvur qiling, Titanikdagi odamlar aysbergni ko'rganida sekingina aysbergni ko'rdik deyishganida nima bo'lardi? Mana ogohlantirish qanaqa bo'lishi kerak? Aysberg ro'paramizda. Jim bo'ling. Ular bizni topishdi. Oqibatda esa qahramonlar faqat radarlar orqaligina zombilar kelganini bilishdi. Agar Blade odamga o'xshab gapirganida balki Yelenaning onasi o'sha yerda o'lib ketmasdi. Lekin eng yomoni bu Blade doim shu olamda bo'lgan. Loki New Yorkka hujum qilganida ham, Ultron davrida ham, Thanos kelganida ham Blade umuman hech kimga yordam bermagan bo'lib chiqyapti. Jim bo'ling. Ular bizni topishdi. Aytgandek, Blade haqidagi film aslida Marvel zombilaridan oldin chiqishi kerak edi, lekin Marvel studiosi bu filmni haligacha suratga olishgani yo'q. Yangi Blade rolini mashhur aktyor Mahershala Ali ijro etgan. Ha, uning ismi shunday aytiladi. Multserialdagi Bladening yuzi aktyorga o'xshasa-da, aslida unga umuman boshqa odam ovoz bergan. Bu nimasi? Chadwick Boseman o'lgan bo'lsa ham hurmat yuzasidan boshqa ovoz ishlatilmadi. Bladening aktyori esa tirik bo'la turib Marvel boshqa aktyorga ovoz yozdiribdi. Chunki studiya alijonga pul to'lamoqchi emas. Studiyadagilar bir tomondan Chadwick Bosemanga hurmat bajo keltirishgan bo'lsa ham, boshqa tomondan esa Mahershala Alining ustidan bosib o'tishyapti. Xullas, Oyretser Blade menga umuman yoqmadi. Yoqmaganlardan yana temir yurakni ham aytib o'tish kerak. Bu qiz multserial oxirida tirik qolgani aytmaganidek, zombi virusiga qarshi qandaydir dori tayyorlashga ham ulguribdi. Ya'ni u endi nafaqat mexanika va yadro fizikasida daho, endi biologiyani ham biladimi? Diqqat, Tony Stark bu virusga qarshi hech nima qila olmadi. Vision hech nima qila olmadi. Neyrobiologiya dahosi Shuri ham hech nima o'ylab topa olmadi. Bu qiz ulardan aqllimi? Xullas, Marvel bu qizni asossiz maqtaverishi jonga tegdi. Uni maqtashdan ko'ra zombilarni maqtagan yaxshi. To'g'risida temir yurakdan ko'ra Kapitan Amerikaning yarmi ham qiziq chiqqan. To'g'ri va ko'chma ma'nolarda yarmi. Yana menga Hulkning dushmani Emil Blonskyni qanday ko'rsatishgani yoqdi. O'ta jahldor va vayronkor maxluq. Afsuski asosiy olamda uni shunday ko'rsatishmayapti. Zombi Nemerni ham alohida eslab o'tish kerak. Marvel bu personajning kuchini ko'rsatishga harakat qilyapti. Avvaliga Qora Pantera film rejissyori Kugler aka Nemerni Hulkdan kuchli deb aytgandi. Multserialda esa u Hulk uchun mo'ljallangan qafasni buzib chiqa oldi. Studio Nemerning quloqlaridan cho'zib bo'lsa ham uni Hulk darajasiga ko'tarishga harakat qilyapti. Balki shu sababli uning quloqlari kuchlidir. Demak, Qasoskorlar 5 va 6 filmlarida ham Nemer juda kuchli qilib ko'rsatiladi. Ammo men uni Hulkdek kuchli deb hisoblamayman. Chunki bir qarasa uni Shuri yengadi, bir qarasa Miss Marvel. Zombi Kapitan Marvel va Icarusning jangi ham ko'pchilikka yoqqan bo'lsa kerak, ammo bu biroz g'alati. 2018-yildan beri Marvel studiosi va aktrisa Brie Larson Kapitan Marvelning kuchini yulduzlarga qiyoslab kelishadi. Marvellar filmida esa bu amalda ko'rsatildi ham. Ya'ni Kapitan Marvel yulduzdek kuchli, Icarus esa yulduzda erib ketgandi. Bu ikkisi umuman teng bo'lmasligi kerak edi. Ammo multserialda ular naqd 5 yil jang qilishibdi. Sayyoraning yo'q bo'lib ketmagani juda g'alati. Xulosa qiladigan bo'lsa, Kapitan Marvel har doimgidek g'alati personaj. Uni hatto kamon o'qi bilan teshib o'tishdi. Xo'sh, menimcha Marvel zombilari multseriali juda qisqa bo'lsa-da, agarda multserialidan ancha yaxshi chiqdi. Ssenariy yaxshi, personajlar joyida va eng muhimi loyihada atmosfera mavjud. Umidsizlik atmosferasi. Ayniqsa Nova Corps'ni ko'rsatishganida bu atmosfera muxlislarga qattiq ta'sir qilishi mumkin. Nova Corps
esa haligacha ishlayotganiga hayron bo'lmang. Thanos faqatgina Ksandrni yo'q qilgan, Nova Corps esa juda ko'p sayyoralarda o'z filiallariga ega. Buni biz Galaktika qo'riqchilari filmida ham ko'rgandik. Video so'ngida shuni aytmoqchimanki, Marvel zombilari olamining kelajagi mavjud. Bizga O'rimchak odam va Bucky'ning o'limi ko'rsatilmadi. Demak, ular tirik bo'lishi mumkin. Qayerdadir maxfiy laboratoriyada qo'riqchi haligacha uxlab yotibdi va cheksizlik kuchiga ega Wanda qachondir Celestiallarning e'tiborini tortishi mumkin. Ammo avval aytganimdek, eng ehtimol katta variant bu zombilar qo'shinining Qasoskorlar 6 filmida Doktor Doom bilan jang qilishi. Siz bu fikrga nima deysiz? Fikringizni kommentariyaga yozing. Marvel zombilar haqidagi fikringizni va multserialga qo'ygan baholaringizni ham kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jim bo'ling. Ular bizni topishdi.